Hoca aka. Hoca aka. Keyinlar qani ustoz bola. Короче, ustoz bola. Mana shularni xotnaga teguncha chit qilib remontchasini qilishim kerak. Bo'ldi, chotki qilib, fasadni remont qilib, shkaturkachasini zo'r qilib beramiz. Anavi santexnik tanishlaringiz ham yo'qmi? Mobodo ichkarida ozgina santexnik. Mana, shogird santexnik. Ha, ana shu chotki qilib remont qilib beramiz. Maza qilasiz polni ichkarisini. Santexnikani qilsalaringiz, elektrik tanishlaringiz-chi? Mana shogird. Ha, ana shu chotki qilib elektrini ham zakon qilib yo'q. Kechasi kunduz bo'lgan bilmaysiz. Rosta. Ha, ustoz bola, urvinni olyapsiz. Yo'q, barbon qishmi, to'g'rimi shuni qarab. Nima deyapsiz boya? Mana shu yerga bitta yaxshi maylar bolalar kerak, tanish bolalar sizga. Maylar nima qilasiz? Mana shogird bor. Ha, ana shu yeringizda chotki qilib remont qilib, podключ qilib topshiramiz. Xotnaga kelguncha o'spit qila olamizmi? Bir oylarga kelib qoladi. O'zi xotiningiz qayerda? Izraelda. Ha, siz ham alfonslardanmi? Bilmadim, nima deganingiz bu? Yo, siz noto'g'ri tushunmang. Bu zamonaviy erkak degani bu. Ha, undan super zamonaviy erkak ekan-da. Alik tog'a 20 ta xaltaga sementga klient topdi. Ket, bugun iftorga shashlik. Ha, ustalar, nima bo'ladi bu yerda? Tushunmadim. Nimani so'tchaq bo'lasizlar? Yo, hoji aka, men aytdim. Iftorlik ayttirib bering, qornimiz och. Dedim, siz ayttirmadingiz. Shunga bugun meni hisobimdan iftorlik bo'ladi. Hoji aka, bu sementlar hozir klient chiqqan, 20 tasini sotamiz. Kechqurun bitta chotki iftorlik mendan. Bu ro'za kunida harom yeyish bu gunoh emasmi? Qanaqa iftorlik? Yo'q. Siz buni halol pullar bilan ishlab olamisiz? Ha. Halolmi? Bu peshana terilar bilan olamanmi? Xuddi shunday. Bo'ldi, siz halol olgan bo'lsangiz, bu sizning nomingizdan halol bo'ladi. Hoji aka, bugun iftorlik mendan, sizning hisobingizdan. Alik tog'a, bir kattaroq ketmon yo'qmi? Bilmasam, men ham uy egasiga aytdim, uy egasi pakalami deyman, 05 ketmon olib kelib o'tiribdi-da. Alik tog'a, shu ro'za tutgan odam nos chaksa, ro'zasi buzilib ketadimi? Astag'firulloh deb aytdi Sardor. Qanday bu ro'za paytida nos chakki bo'ladi? U harom bu. Ro'zador odam nos chakmaydi, даже iftorlikdan keyin ham chakish mumkin emas. Alik tog'a, siz ro'za emasmisiz? Nos chakdingizmi? Sardor, men ro'za emasman-ku. Hozir 2000 so'm pul jalka ketdi, bilasanmi? Oyligingdan 2000 so'm minus. Nima qildim men? Ustobo, anta 2 kunlik xalturacha gaplashib keldim. Borib urib kelamizmi? Yo'q, mayli, uyda egasiga nima deysiz? 2 kunlik to'y bor deb aytasizda, nima bo'ldi? Hoji aka, 2 kunlik to'yimiz bor ekanda. To'ylar boray bo'lsin. U xaltira to'yga biz ham boraylik unda. Hozir kelaman xo'jam, qornim. Sardor, odam ham yomon zerikdi. Men ham shu Octagondan jang so'rab, Erka Bo'lan, Saturn, Taysonlar bilan qo'qishsammi yo, nima deysan? Alik tog'a, zerikdim. O'tirganingizdan keyin zerikasizda, kuchingiz qo'lingiz qichayotgan bo'lsa, keyin mana bu plitkalarga terishga yordam bering. Octagondan jangni keyin so'rayverasiz. Sardor, shunda ichimdan shuni ishlagasim keladi. Prosta men seni o'ylayaptim-da. Hozir men ishlasam, Alik tog'a ishlayapti deb vijdoning qiynaladi deb o'ylayaptim. Alik tog'a, meni vijdonim o'ylik tug'ilgan. Mendan xavotir olmang. Kelib yordam bering. Mana bu o'tirmasdan. Sardor, sen juda vijdonli bolasan, men bilaman sen. Men ishlasam seni vijdoning qiynaladi. O'sha uchun sen zo'r ishlaysan. Shunda chiqib kelay. Xormanglar ustoz bola. Hoji aka, bugun oylik bormi deyman, ha? Yangi pul yubordim. Ha, yangingiz pul jo'natdi. Mana shuni bersangiz. Yo'q, unaqa qilmang. Alik tog'a ustoz bo'la. Hozir pul biz o'zimizga zarur emas, stroy materiallar olishim kerak. Ko'rmayapsizmi, kechagi voqealardan keyin Izrael ham ancha notinch bo'lib qolgan. Hozir pul so'ramay turing. Endi u bizga aloqasi yo'q-ku, to'g'rimi? Izraeldan nima bo'layotgan? Biz ish haqimizni so'rayapti. Agar hozir buni bermayotgan bo'lsangiz, mana buni shogird. Alik tog'a. Nechta sement qoladi xalta? 20 tadan ziyod nima qilamiz? Ha, mayli, buni olib ketavering Yo'q, bo'lmasa. to'xtang, nima? Sement deysizmi? Sementga tegin Alik tog'asi. Shu 1 millionni men sizga beray, shu sement joyida turib. Sement olgandan charchadim, mana ustoz bu. Iltimos, sementga teginmanglar.
Bo'ldi, 10 xaltasi joyida turadi. Hammasi joyida turadi. Aniq ha, ishondim Ha, ha. Ertaga yana sement so'rab qolmaysizlar ha mendan. Yo'q, sement so'ramaymiz ha. Alik tog'a, Ha. oylik chiqdimi? Shu sen pul hidini bilasan-da, Sardor. Ha, berasizmi oylik? Yo'q, sen hali pulga qiziqma, Sardor. Sen hali ishlashing kerak, ish o'rganishing kerak, tushunasizmi? Bitta shashlik pulni bering hech bo'lsa. Bo'pti, mana qara. Sen pul olacaksanmi? Ha. Hozir mana shuni orasida mana ko'rasiz, dollarlar ham bor. Tanlasan, Aha. necha son aytsang, o'sha sonda chiqqan pul seniki bo'ladi. Ma'qulmi? Ma'qul. 24. 23, 4, 20. 24. Mana 2000 so'm. Baraydimi, lekin 2000 qarzing bor nosdan bilasan? Pul yo'q. Shoshmay tursin, chala ustani ko'rsatib qo'yaman. Dadosh, Hov, dadosh. onashim nima qilyapsan? Yig'laganim yo'q. Jinni, meni aldolmaysan, bilasan-ku onashim. Qachon kelasiz musofirda? Sog'indim. Ustoz, Dada. Mana qara Sardor, sen beri o'ynash uchun kelaning yo'q. Sen ishlash kerak, kuchukdek. Любовь tashqarida o'ynaysan. Bor ishingga attir. Xo'p bo'ladi. ustoz. Dada. Ro'za oyida uyingga Ramazon aytib borsam, oying qand o'rniga sani berarmikan? Kichkintoy. Kichkintoy. Ustoz. Odam oldin ishlash kerak, ish o'rganish kerak. Agar qo'lingda hunaring bo'lmasa, uydagilari otni qulog'ini ham bermaydi, bilasanmi? Beraman deyapti, o'zi qizni o'zi boy ekan, puli bor ekan, yig'ib qo'ygan, o'shanga to'y qilib beraman deyapti. Ha, o'zi qilyapkanmi? Ha. Bos kerak bo'lsa, hozir Anam faqat hozir ishni qilaylik. Tur davay. Mana top kerak ekan-ku. Alik tog'a, mana yangi shogird topib keldim, yangi shogird. Hokiboylarni ol. Bu darmayat o'tdi. G'ayrat. Endi ikki kishidan shu g'ayrat adab ishlayapsizmi? Yo, bu bir o'zi g'ayrat qilib ishlaydi. To'g'rimi? Yo'q, bani g'ayrat. Qani bekiraymi? Alik tog'a. O, Alik tog'a. Ha. Mana bu qovun kalla $500 kafelingizni sindirib o'tiribdi. Yo'q, bani g'ayrat. Menda ayb yo'q, Alik tog'a. Hammasiga mana bu qo'y kalla aybdor. Javob ber. Turishini qarang buni. Sota qo'zi. Я пьяный молодой, бары как домой. Bu ketishda men qachon ko'karaman? Ustoz. O'tirbosh. Nimani cho'ntakka yashirding? Hech narsa? Qayerga yoqqa cho'ntak ekan? Nima edi bu? Sen buni o'g'irlab ketmoqchimiding? Yo. Xabaring bormi? Oldin qadimda odamlar o'g'irlarni qo'lini chopishganda. Hozir zamon o'zgargan. Endi mana orqangga tiqaman, nima kulaman deyapsan? Bu yoqqa hozir orqangga tiqaman. Yurma bu yoqqa. Nima kulyapsan? Ustozim perforator o'g'irlab chiqyapti. Yo'q e? Yur qani bu yoqqa. Yur. Ha, usta bu. Nima bo'lyapti dedi? Hoji aka, keldingizmi? Bu teshayotgan joy bormi? Keyin tesharman, onasining uchun. Vasiqasi bor endi. Hoji aka, mana shu yerlar to'g'rimizda, mana bu yerlarda Voy Jalil, nimadir bo'ldi shedi. Yo'q, bani shogird. Yo'q, bani jizi. A jest podarim burgom fontanчик. Mol qani? Molqan. Tovuq bor ekan. Qayerda? Menga qara, xo'rozvoy. Qaysi biringsan? Tovuqlaringga aytki, kuniga 10 ta tuxum qo'ysin. Tushundingmi? Bo'lmasam grill qilaman. Hoji aka, bunday ishidamiz bu darmayat. Bu uyga nima deb javob beramiz buni? Mana qarang, eski kinolarda haligi shunaqa voqealarda yana to'qirdirib ko'radi-yu. Biz to'qirdirib ko'ramiz. Davay. Qo'shing Hoji aka. Chala baradan stiza vedi chala